Unga nima bo'ldi? Maktabdagi yigitni o'ldirib qo'ydi. Nima? Nima? Kiyimida rosta kam qolmadi. Nima bo'ldi o'zi? Xudoyim baxtsiz hodisami? U Stuart Harperni o'ldirib qo'ydi. Oldinroq aytish kerak edi. Yaxshi bo'lsin degan edik. Yaxshi bo'lsin degan edik. Biz asrandilarmizmi? Menga qara, bugun ro'y bergan hodisa senga o'xshagan qiz uchun odatiy hol. Qanday qiz uchun? Sen qonxo'rsan. Biz hammamiz shunday. Bu oilaviy kasallik. Bu shunday kinoyami? Shafqatsiz biologik fakt bu. Biz iloji boricha odatiy hayot qurib yashashga harakat qildik. Ko'plab qonxo'rlarning hayoti axloqsiz va dahshatlidir. Ko'plab qonxo'rlarmi? Biz oyingiz bilan tanlov qabul qildik. Hushyorlikni tanladik. Biz o'zimizni tutib turibmiz. Bizga o'xshaganlarni abstinent deyishadi.